Muhabbat tafti serialida kamtar, kamsuqum, tortinchoq Payal Gupta rolini o'ynagan Dipali Pansarining ijrosi shu qadar tabiiyki, serial muxlislari uni hayotda ham qahramoniga o'xshaydi deb o'ylashadi. Biroq Dipali hayotda qahramonidan ancha farq qilishini ta'kidlaydi. Dipali Pansari 1984-yil 3-iyulda Nasikda tug'ildi. Muhandislik bo'yicha o'qidi. Ijodiy faoliyatini boshlashdan avval kompyuter muhandisi sifatida ishladi. Ammo taqdir uning hayotini kino bilan bog'ladi. Dipali Biz qizlarimiz, Qalblar uchrashuvi kabi seriallarda suratga tushdi. 2010-yilda Go'zal qiz, sen mening muhabbatimsan serialida Suhaga rolini o'ynadi. Dipali Marathi tilidagi bir qancha filmlar, Wanted, Parivartan, Ek Duja Sathi va Hello Gandhi Sir filmlarida ham suratga tushdi. Ammo aktrisani asosan Muhabbat tafti Is Pyar Ko Kya Namdagi Payal roli mashhur qildi. Bu serialdagi qahramonidan farqli ravishda Dipali hayotda juda ziyrak va kirishimli qiz. Aktrisaning aytishicha, u sergap qiz. Payalni o'ynash uchun tilini qattiq tishlashiga to'g'ri kelgan. Uning mutaxassisligi muhandis, Mumbayga o'z sohasi bo'yicha ish izlab kelgan. Televideniyada texnik ishlar bilan shug'ullana boshlagan. Ammo unga serialda Anjali yoki Payal rolida o'zini sinab ko'rishni taklif qilishgan. Natijada u Payal rolini o'ynagan. Ammo Dipali keyingi rollari Payalga o'xshashini istamaydi. Uning orzusi Salmon Xon bilan suratga tushish. Dipaliga Chandramukhiga o'xshagan qahramonlar yoqadi. Dipali 2014-yilda bankir Suvir Safayaga turmushga chiqdi. Ammo aktrisa uy ro'zg'or ishlari bilangina cheklanib qolmay, televideniyadagi ishini davom ettirmoqda. Aktrisa yana bir nechta teleserialda suratga tushdi. Dipali Agent Adhav serialida texnik ekspert agent Gaurini o'ynadi. Bu fantastik serial jinoyat olami haqida. Loyihada bosh rollarni Sharat Kelkar va Ahana Kumra o'ynadi. 2016-yilda Dipali Pansari ZTV'ning Lajvanti serialida Nuran rolini o'ynadi. Bu serial Rajinder Singh Bedining kitobi motivlari asosida suratga olindi. 2017-yilda Dipali o'g'illi bo'ldi. Unga Ruhan deb ism qo'yishdi. Aktrisa 2015-yilda Sunnoyona, Chiroyli ko'zlar, 2016-yilda O'qituvchi, 2019-yilda esa Fraud Sayyan badiiy filmlarida suratga tushdi. 2022-yilda Dipali Muskuraniki va Jatunho serialida Manju Shahavatni o'ynadi. Qaynoq yangiliklar seriali esa uning veb platformadagi debyuti bo'ldi. Dipali sayohat qilishni yoqtiradi.